Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Mana biza butun komandamiz bilan bugun o'tiribmiz, chunki bugun kemamiz to'xtagan. Kechqurun soat 7 gacha suzar ekanda, soat 7 da keyin to'xtar ekan. Ana keyin biza Ibiza degan shaharni aylanamiz. Ertaga kechgacha kema turadi. Indinga xudo xolisa nasibsa uyga ketamiz. O'rtoqlarim, qadrdonlarim, mana podpischiklarim. O'zbekchasi esimdan chiqib qoladi. Hammanglar mani komandamda, ya'ni mani nimamda, profilimda qatnashyapsizlar. Sizlardan iltimos qilaman. 100 mingta bo'lishimga ozginagina qoldi, yordam berib yuboringlar. Mani sayohatimga a'zo bo'linglar. Men yordam beraman. Bu yerdachi agar o'tirsanglar o'tiraverasizlar. Ertaga boramiz, indinga boramiz deysizlar, lekin akilabdan bormaysizlar. Mana shu motivatsiyam bilan, mani davay yuringlar deganim bilan balki sayohatga chiqib qolarsizlar sizlar ham. Shunaqa ko'p komandam bilan mana hammasi o'zimizni qora ko'zlarimiz. Mazza qilib o'tiribmiz. Biz ko'pchilik bo'lib kelganmiz, hammasi bitta mani komandamdan chiqibdi. O'zim ham hayronman, shunaqa ko'p yevropeylar, har xil millatdan, o'zbeklardan bitta mani liniyamdan 35 ta 40 tacha odam kelgan. Sizlar ham qo'shilinglar, men sizlarga yordam beraman. Layklarni ayamanglar, meni sonimni ko'paytirishga yordam berib, podpiska qo'yinglar hammanglar.